Ba'zan eng mazali ovqatlar hech qanday tayyorgarliksiz uyda bor mahsulotlardan tayyorlanganda chiqadi. Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun menda ham xuddi shunday bo'ldi. Uyimda bor mahsulotlarimni muzlatgichdan olib, 2 qoshiq smetana va pishgan qaymoq bor edi. Shulardan iborat jami 150 gramm va qolganiga 150 gramm oddiy iliq suv qo'shib xamir oldim. Ta'mi hech ham o'zgarmadi. O'sha og'izda eriydigan yumshoq xamir va sharbat juda mazali samsalar kelib chiqdi. Klassik pesochniy samsalar retseptini pastda sizlar uchun yozib qoldirdim. O'zimcha atirgul samsalarga o'xshatmoqchi bo'ldim, ammo tezlikni yoqqanim uchun oddiy gul samsalar kelib chiqdi. Natijasini sizlar bilan ulashdim. بصبر في يأسي وبقنع في نفسي بقول لو رجعتي تلاقيه Yoqqan bo'lsa, bir kulib qo'ying va salomat bo'ling. Yoqimli ishtaha